Bugun 16-avgust Malika bozorida iPhone'lar narxi nech pul chiqyapti, o'shalar bilan bitta tanishib chiqamiz. 1-2-3 boshladi u bo'lmasam iPhone 12 Pro dan boshlaymiz. Mana bunaqa ideal kelganimizga 256 76 yonki sostenalari ideal holatda korobka dokumenti ochilmagan narxiga keladigan bo'lsak $250 so'rayapmiz. Bunga nimaga ozgina qimmat deydigan bo'lsangiz, o'zingiz bitta ko'ringlar. Ideal holatda 256 talik sim karta ham eSIMlari ham Uzimaydan ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Xo'sh, keyingi telefonimiz mana $370 ga qatta 13 Pro bor ekan. Menga shuni aytinglar, bizda bor. 128 74 yonk sostenani o'zingiz bitta ko'ringlar. Tinov holatda bittagina mana shu telefonimizning oynasi almashgan bol narxiga kelsak $370 chiqyapti. Korobka dokumentlari bor. Xo'sh, keyingi telefonimiz mabodoga $199 ga 11 Pro bor desam ishonasizlarmi? Bor. 256 69 yonk oq rangda sosteni yaxshi korobka dokument vakuum holatda narxiga keladigan bo'lsa, nech pulida? $199 nima? Mana. Xo'sh, keyingi telefonimiz sostenasi ideal holatda 80 dan baland. 81 emas, 82 emas, 84 emas. Naqd 85 yonks bo'lgan 14 Pro Max 128 talik. $600 so'raymiz. Korobka dokument vakuum, ya'ni ochilmagan. Keyingi telefonimiz bitta ko'ringlar o'zingizlar, yaqinroq. Ideal 128, ikkita sim karta, 79 yonks ochilmagan korobka dokument narxi $500 chiqyapti. $1177 ga 256 talik 97 yonks bo'lgan 17 Pro Max dan sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Bitta mana shu tegida videoda ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman, shu chaqasi bor bo'ldi. Sosteni yaxshi, ochilmagan, hali ko'p yillar xizmat qiladi. Narxiga kelsa $1177. Mana. Oq. Meni o'zimga eng yoqadigan model 15 Pro Max bilan 16 Pro Max oqi bo'ladi. Chunki boshqacha chiqqan 16 Pro Max 512 94 yonk sosteni ideal holatda. Aybi yo'q, chaqa-chuqasi yo'q, hech qanaqa defekt, nuqsoni yo'q. Narxiga kelsa, yaqinroq kelamiz. $1100 chiqyapti. Ideal sostenida 512 talik 16 Pro Max. Xo'sh, ko'rib turganinglar, bor yo'g'i 36 marta zaryadga olgan. Ya'ni plus minus 1 oy ishlagan 17 Max, ikkita sim kartali, slot o'ziga ikkita ketadi, yonkslari 136 marta zaryadga olgan. Ya'ni xalq tilida 36 ta sikl. Narxiga keladigan bo'lsa, $1380 chiqyapti. Yaqinroq kelamiz. $1120 ga berib olamiz. Shundoq kelib olib chiqib ketasizlar. 100 yonks 170 ta sikl 256 talik 16 Pro Max desert rang. Narxi $1120. Ideal holatda. Arzonroq 16 Pro Max bormi deganlarga bor unaqasi ham. Yaxshilab bitta ko'ringlar. 256 88 yonk sosteni zo'r holatda. Korobka dokument. Eng glavnisi ochilib usti ko'rib qanaqadir remont bo'lmagan. Narxiga kelsa, shundoq $900 ga do'konimizdan olib chiqib keturasizlar. Wow. Mana. $1355 ga bera olamiz. Ya'ni kelishtirib beramiz. 256 talik, ikkita sim kartali, slot o'ziga ikkita ketadi. Yonkslari 98, 17 Pro Max sostenasini bitta ko'raman o'zim. Bu yaqinda keldi. Ideal holatda narxi $1355 chiqyapti. Qaysidir telefonning narxi yoqmagan bo'lsa, mana shu pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilsanglar, yana ham kelishtirib beramiz. Kommentariyada qanaqadir fikr, mulohazalar bo'lsa, bemalol yozinglar. Hech yozmanglar, meni asabim ko'tarmaydi. So'kib yuborishim mumkin. O'shanga like bosib bizga obuna bo'lib qo'ying.